Flam yo'l haqidagi videomizning ikkinchi qismi. Mana bu makaronka bo'limi. Makaronka mana bu yerda Bog'ishamol restoran. Mana bu yerda 35-maktab. Qarang, taqiq turibdi, kirish mumkin emas. Ana shu yerdan endi shu Royal Hallgacha bo'lgan kelish taraflama, bir taraflama yo'l bo'lgan, borish mumkin emas. Mana bu ikkinchi tarafdan Bog'ishamoldan o'tiladigan yo'l. Mana bu bulvarga chiqish yo'li bo'lsa, mana bu yerdan bo'lgan, mana bu yerda strelka turibdi. Bu yerdan kiriladi, bu yerdan qaytib kelish yo'q, borish bor. Bu yoq mana bu yer Duchinor, mana bu yerda ruslarning cherkovi bor, ayntirish yo'q bo'ladi. Ulardan aşağıdan kirib borish mumkin, yerdan kelish mumkin emas. Bu yerda pastdan esa pastlik bor, chapga ketsangiz 35-maktab, yoqqa burilish mumkin emas, o'ngga ketasiz. Xullas shunaqa. Mashinani qo'ymoqchi bo'lsalaringiz, mana bu chap tomonda bemalol qo'ysangiz bo'ladi. O'ng tomonda avtobus yo'lagi, bu yoqqa mashina qo'yib bo'lmaydi. Mana bu yoshlar markazi tomon. Mana bu bulvarning oxiri. Bu yerdan kirish mumkin emas.